Assalomu alaykum, Termiz seriya obunachilari. Bugun sizlar bilan Tigo 7 Pro'mizni obzor qilamiz. Tigo 7 Pro'miz ikki xil pozitsiyasi bo'ladi. Life mode, premium mode. Ko'rib turganingiz, birinchi pozitsiyasi 2026-yil restyling varianti. 299 million 900 ming so'm tan narxi. Hozirda naqdga yoki umumiy tartibdagi avtokreditga olmoqchi bo'lsangiz, 25 million foydaga olsangiz bo'ladi. Tak, buni motoriga keladigan bo'lsak, 1.5 turbina 140 ot kuchi bo'ladi. Diskalariga e'tibor beradigan bo'lsak, balon razmeri 18 diska razmeri. Polni farasi tumankasi led bo'ladi. Bak hajmi 51 talik bo'ladi. Endi buni bagaj qismiga keladigan bo'lsak, bagaj qismi 420 litr hajmda bo'ladi. Orqalari juda keng bo'ladi. Zapaskalari. Bagajga keladigan bo'lsak, bagaj ham elektronli bo'ladi bunda. Tak. Endi salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismi multirul, multidisplay, eng kerakli narsa panorama lyuki bor, besprodniy zaryadkasi, klimat kontrol, start-stop, hamma narsasi bor, cruise control, podstakanchik, barlari, hamma narsasi bor. Salon polni koja bo'ladi. Karpetkalariga qo'shib, karpetkalariga birgalikda. Orqasiga o'tadigan bo'lsak, orqalari ham juda keng. Kojasi juda yumshoq bo'ladi, uzoq yo'lga ham charchatmaydi. Yosh kattalarning, yosh kichiklarning ham. Orqada ham podstakanchik bo'ladi. Orqada ham klimat kontroli bor. Ikkita oldi abagrev, ikkita oldiga abagrev bo'ladi. Stenasi elektronli bo'ladi. Endi bu modelimizni olish shaftiga keladigan bo'lsak, eng kam boshlang'ich to'lov 25% boshlang'ich to'lov qilib, 1 yildan 5 yilgacha avtokreditga yokida 1 yildan 5 yilgacha rassrochkaga olsangiz bo'ladi. Yokida naqdga olaman deydigan bo'lsangiz, naqdga yoki umumiy tartibdagi avtokreditga 25 million skitkada olsangiz bo'ladi. Hammangizni Termiz seriya avtosalonida kutib qolamiz.